Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar Ramazon oyining 23-kuni barchamizga xayrli va barakatli bo'lsin. 23-mart 2025-yil sport bilan 100 kun nomli challenge'da 5-kunidamiz. Bugun sizlarga har bir ishda xayr bor mavzusida bir suhbat bermoqchi edim. Bir hikoya bor hozir aytib beraman. Tog' yonbag'irda bir kichik qishloq bo'ladi. Qishloqda insonlar kimdir chorvachilik bilan, kimdir bog'dorchilik, yana kimdir dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratishib oila boqishardi. Shu yerda bir yoshi ulug'roq otaxonam bo'ladi. Uni asosiy daromadi shu dehqonchilikdan bo'ladi. Bir dona oti bo'ladi. Otda yerlarda haydab, yuklarni tashib, shu oti bilan ya'ni tirikchilik qiladi. Kunlarning birida otaxonni oti yo'qolib qoladi. Oti yo'qolib qolsa, qo'shnilari to'planib turishib, yomon ish bo'pti dedi. Aytishadi qo'shnisiga, yomon ish bo'pti bu. Bittagina otingiz bordi, shu bilan dehqonchilik qilib kun kechirardingiz. Endi nima bo'ladi desa, otaxon aytadiki, to'g'ri deydi. Otim yo'qoldi, lekin yomon ish bo'ldimi, yaxshi ish bo'ldimi, bu menga noma'lum deydi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin oti yana bitta yovvoyi otni ergashtirib keladi. Haligi ot o'rgatilmagan bo'ladi tabiiyki, yana yovvoyi bo'ladi. Qo'shnilar yana chiqishib, to'planishib aytishadiki, deydi, otingiz yo'qolib qolgandi dedi. Yana bitta ot ergashtirib keldi dedi. Endi yaxshi ish bo'pti dedi. Shu bitta ot bilan tirikchilik qilardi, otingiz ikkita bo'ldi dedi. Esa to'g'ri dedi. Otim bitta edi, yo'qolib qolgandi. Ikkita bo'ldi. Bu yaxshi dedi. Lekin bu to'g'ri dedi. Yaxshilikka bo'ldimi, yomonlikka bo'ldimi, unisini bilmayman dedi. Ya'ni natija, yaxshilik natijasi yoki yomonlik oxirida bilinadi dedi. Keyin yana oradan biroz kunlar o'tadi. Otaxonni bir balog'atga ketgan o'g'li bo'ladi. Otni o'rgatish maqsadida uni minadi. Beso'roq, ya'ni bedavot bo'ladi. Sinalmagan otni sirtidan o'tma degandek, bola sinamasdan turib, yosh turib, otda minib, oyog'i sinib qoladi. Hamda uyda yotadi. Qo'shnilar chiqadi. Deydi, bir dona o'g'li bordi otaxonni. Dastyor edi otasini, yordamchisi edi. U ham endi oyog'i sinib, yordam berolmaydigan bo'libdi. Yomon ish bo'pti desa, otaxon aytadiki, to'g'ri deydi, o'g'lim oyog'i sindi. Lekin bu yaxshilikka bo'ldim, yomonlikka bo'ldim bilmayman dedi. Shu asnosida kunlar o'tadi. Mamlakatda urush boshlanadi. Hamma balog'atga yetgan 4 mijasi soq yigitlarni jangga olib ketishadi. Shunda otaxonni o'g'li oyog'i singanligi tufayli urushdan qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, har bir ishda xayr bor. Nimaki bo'lsa, ya'ni biz yomonlik deb o'ylagan ishimiz emasdi, yaxshilik bo'ladi deydi. Shunday. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omon bo'linglar, sal tomon bo'layotganda nazar tutasizlar.